aka maniki qo'ying, ko'pirib ketyapti bu. Ko'pirib ketdi aka. Suvchini. Voy, qildim, 2 marta qildim, ko'rdingiz-ku. Asom san qil, hozir men qilsam kechagi qiyshayadi. Qildim, hozir kelyapti. Keling. Qaro, yarim kechasi har doim shuni mana. Nima qilay kelmasa? Bu kim edi bu endi? Nima bu? Chunchuq chichib ketdimi, nima? Ag'ladi. Hidi ham bo'qki. Ha, bo'q chichib ketdi. Chimni. Shu keyin boshingizga qo'yib yuboring, nima qilasiz? Qo'lingizga qo'yib. Qattiq tushdi. Tepasida turibdi, ozgina. U unaqa ko'p emas, ozgina. O, assalomu alaykum, bratim, qanaysiz? Tamash qilib menga yoqmaydi bilasan. Hem qatdan bilay, ko'pirib ketyapti-yu. Aka ko'pirib ketyapti bu. Ha, qo'yyapman. Aka maniki qo'ying, ko'pirib ketyapti bu. Atiq qilmayman, o'zi ko'pirib ketyapti. Qo'ying aka. Hammasini qo'ying aka. Ha, qo'yyapman. Tushirma, sekin. Tezlik bu yerda kerak emas. Bu yerda ritmga tushish kerak, eng muhimi. Ko'pirib ketdi aka bu bilan. Oy, dinlaykan bilan qochdik. Nima? Ha, qo'yyapman. Bu bering, menga suvni bering bilan. Nima? Nima qildinglar, Abdulaziz aka? Ha, ko'pirib ketdimi, qatdan bilay. Ha, bir hazırlaştıydı. Endi biladi jigarim. Xafa bo'lmaysan. Suv bering aka bilan, ko'zim. Suv qolmadi-yu.